Tiko qatoriga kelganmiz. Bu yoqda bir 3 ta tikoyimiz bor. Bu yoqda shu tikolarimiz bor endi. Xullas, bu yerda Matizlarimiz bor. Aralashdi. Qiziqqanlar bo'lsa, qaysi bir tiko yoki Matiz ko'ngilga jiz etgan bo'lsa, like bosishdan chiqmasin, tez aloqaga chiqasizlar, narx-navosini kelishib xarid qilishingiz mumkin. Ketdi. Mana shu Matizdan boshladim video obzorimizni. Holati yaxshi. 2006. Akalar. O. Konditsioner. MX mi bu? Spark rullarni qadab 354 ming, audio sistemamiz joyida, gazlari hamma yog'i o'rnagan. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib boramiz. 2008 dedikmi narxini? Kraskani qanaqa dedik? 5-10% bor. Balonlari yaxshi holatda turibdi akalar. Yurishlarda muammo yo'q. Variant barteri bor. Variant barteri bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdiga. Telefon raqam? 94 291 76 ga aloqaga chiqinglar. Naqdiga 2,5 ming berib yuboramiz, a? Aloqaga chiqaverasizlar. Narx-navosini kelishinglar akalar, qiziqqanlar bo'lsa. Videomizni, mana ushbu videomizni birinchisini mana shu Matizdan boshladim. MX variantdagi. Hamma yog'i joy-joyida. Akalar, 1997 Qulay nimasida? narxida. Ha, qulay narxda. Chiroyli. Qancha deyapmiz buni? Qancha deyapmiz buni? Endi hozir 1,5 deyapmiz. Xo'p. So'raverishadi, endi kami bor hozir. 1,5 dashi kami ham bor ekan akalar. Motorlar yangi motor ana ko'rib, bunday nima qilib Yurish-turishda muammo yo'q. bo'laveradi. Qara akalar. Balonlari yaxshi. 97-yilgi birkamiz bilan mashinamiz benzin. Meni yurganda qattiq alga. Suyaklari butuni. Kraska qanaqa? Kraska to'la kraska deb yuboradi. To'la kraska. No, suyagi butun. Suyagi butun. Bir araba temirdi. Ha. 1,5 ming kelishamiz deyaptilar. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Narx-navosini orqa tomonlarini mana shumkalar qilib zo'r qilib qo'yishibdi. Xo'p, kalpaklarimiz bor ekan, chexollarni qadab qo'yishgan. Xo'p, 157 ming ko'rsatyapti, lekin bari telefon raqam? Oy, yaxshi. Ha, bo'ldi mana. Daftarga berami o'zim? Ye bo'ldi. 97-yilgi Tiko'yimiz 93lik 824 56 65 ga aloqaga chiqinglar. 1,5 ming. Achi 1,5 ming kami ham bor deyilyapti. Narx-navosini kelishaverasizlar. Bozoringlarni bersin. Adres. Aloqa bank. Aloqa bank. Ko'chasidan to'g'ri kirilsa, Zoid hoji desangiz, Shahar mashinasi. ha, ehtiyot, shahar mashinasi. Qulay. Ana. Ma'lumotni eshitdinglar? Zarur, naqd pulga sotamiz. Ana, ma'lumotni eshitdinglar? Aloqaga chiqinglar. Kelishaveramiz. Bozoringlarni bersin. Yillari necha ekan? 2003. Videoga olsak bo'ladimi? Videoga olsak bo'ladimi? 2003. Xo'p, kraska qanaqa? Toza. Kraska toza, akalar, lekin ichki holati ham zo'r ekan. Yaxshi holatda olgan odam, masalan, bemalol ko'rib tekshirib olaveradi. Atlant akkumulyatorlari, mashina benzin. Xo'p, pultlarigacha o'rnagan. Ichki salonni ko'rsataman sizlarga. Orqa tomondan boshladim. Pioner kolonkalarimiz. Xo'p, balonlarimiz, zapaska balonlarimiz. Yaxshi holatda. Barimiz bor ekan. Audio sistema 153 ming, a? Narxi necha pul buni? 4 ming deyapti. 4 ming kelishamiz, a? Kami bor. Variant barteri bormi? Faqat naqdiga.
Telefon raqami 91lik 365 87 90. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar akalar. Navbatdagilari 2003 kraskani toza deyishdilar. Yurish-turishlarda muammo yo'q ekan, zapaskalari bor, to'rttala baloni yaxshi holatda turibdi. Mashina benzinda. Aloqaga chiq. Koreyskimi bu? Yo'q, polskiy ekan. Kimdan ekan bu? Kimdan ekan bu? Egalari yo'q ekan. Koreyskiy desam, polskiy shekilli bu. Koreyskiymi? 2000 kami bor deyishayotgan ekan. Mayli, egalari kelsinlar. Degan olamiz egalari. Xo'p. Videoga olsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yili nechi? 2000-yil akalar, 2000 dan yuqori, 2000 atrofida so'ragan akalarimiz diqqatiga 13 balonlarni qadab qo'yishgan. Kraskalari? Kraskasi mana shu ichida ozgina bor. Xo'p, 2000-yil qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqamiz, narx-navosini kelishamiz. Mashina benzinda. Yurishda muammo yo'q. Yo'q, zo'r. Pultlar ishlaydi. Pultlar ishlar. Xo'p. Voy, rullarni almashdi. Yangi texnologiya qilib qo'yilgan. To'liq qo'yish kerak xolos. Audio sistema hamma yog'i joyida. Pultlari ishlaydi. Narxiga nech pul deymiz buni? Kelimi kim borda? 2,5 kelishamiz. Zapaska bor-a? Yo'q. Zapaska yo'q. Variant barteri? Yo'q, naqd ketadi. Faqat naqd. Dokumenti tiniq-a? Tiniq. Любой документ bor. Telefon? 015 65 65. Nechilik? 94lik. 94lik 015 65 65. Bozoringiz bersin aka. Tamam. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar 2,5 ming. Xo'p. Aloqaga chiqib, narx-navosini kelishaverasizlar. Sostoyaniyasi yaxshi holatda turibdi lekin. Xo'p. Navbatdagilari 99. Kraska. Kraska endi aytib bor. Yurishi yaxshi. Zo'r, motorlama. Sog'lom. Led fari, pultlama aytqonlar bor. Sog'ligi sog'lom. Sog'ligi sog'lom. Akalar, aloqaga chiqamiz. Mashina benzin 1999-yil. Qiziqqanlar bo'lsa, yurish-turishda hech qanaqa bir muammo joyi yo'q. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar akalar. 99. Balonlari yaxshi. Zo'r qo'yishibdi. Xo'p, audio sistema pult ishlaydi. Yana narxni chiroyli etib qo'yishdilar lekin. Narxni chiroyli etishdilar, zapaskalari bor. Zapaskalari bor. Zapaska balonlargacha bor. 1000 qancha dedik? 1700. Kelishamiz, a? Variant barteri bormi? Variant qilib beramiz. Uzoq muddat bo'lmasa 2 oyga qilib beramiz. Ana 2 oyga akalar variantiga bor, kamiga 1700, yana kami bor deyishyapti. Telefon raqam 91lik. 91lik 767 767 83 02 ga aloqaga chiqinglar. Ayni shunaqa nima deydi? Mashinalardan qidiryapti, bizga shu variantlari kerak-da. Ko'pchilik kommentariyada so'rayapti, variantlarga topiladi. Generalnimi, оформленияmi farqi yo'q. O'tkazishda ham muammo yo'q ekan. Bozoringiz bersin aka. Mayli, salomat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Holingiz yaxshimi? Rahmat. Sizdanmi bu? Voy, bu boshqacha-a bunisi. Kraska qanaqa ekan? Kraska 50% bor. Polskiy. Polskiy. Ha, o'zi aytib turibdi, polskiylik. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa, sal o'zgartiradi, bilasizmi? Oppa. 98 agina. Polskiy.
Polski variantlardan ko'rsatib o'tyapman akalar. Yurishlarda muammo yo'q. Yo'q, motor korobka yo'q. Ana. O, eshiklari ham bir boshqacha. Salon holati ham tashqi ko'rinishga qarab bir xil ekan. 119 ming audio sistemamiz joy-joyida. Chuqurlarni ko'ringlar. Redline. Zapaska bor. Zapaska bor. Narxiga necha pul deymiz buni? 25 million komit beramiz. 25 million. 2,5 ming emas. 2,5 ming emas. Yo'q, 25 million. 25 million kelishamiz. Variant barteri? Yo'q, naqdga faqat. Faqat naqdiga. Arzonroq bo'lsa ham naqdga beramiz. Telefon. 90 554 Aha. 71 Aha. 60. Aloqaga chiqinglar, qiziqarlar bo'lsa sizlarga 1998-yilda ishlab chiqarilgan polski variantlardan ko'rsatib o'tyapman. Yurishlarda muammo yo'q, hamma yog'i joy-joyida ekan. Zapaskalari hamma yog'i o'z o'rnida. Bozoringiz bersin. Rahmat. 1997 egalari nima qilishyapti ekan? Xo'p, mashina benzin ekan. Assalomu alaykum. Videoga borsak bo'ladimi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ramishim tuzur oilaga. Kraska qanaqa ekan? Aylantirib. Kraska asfaltli bo'lgan. Xo'p. Holati, bitta detal almashmagan, o'zini holatida turibdi. motor holati ham yaxshi. Motor qo'yildi. Hadi bu Range Rover ham mana bitta suvarka tushmagan. Mana zavodga tumbalar turibdi. To'rttala balonni yangi ekan. Hadi voy qilib to'rtta balon qo'ydik bizga. Xo'p. Orqa ochiqligidan bitta foydalanib oramizda. Zapaskasi yo'q. Bitta ko'raylikchi, yo pol holati yaxshi. Udari yo'q. Yo'q, hech qayerda. Turli suvarka ham. Ana. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar. Xo'p, 451 ming audio sistemamiz joy-joyida. Narx-navosini kelishinglar. Mana sizlarga navbatdagi 1997-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinasini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Yurish-turishda muammo yo'q. Hamma yog'i but-butun tekshirib olishaveradi. Xotirjam deyaptilar. Narxiga necha pul deyapmiz? 25 million deyamiz, kelishamiz. 25 million kelishamiz. Variant barteri bor-a? Yo'q, biz o'zimiz sotamiz uka. Naqdiga. Telefon raqam? Generalni qilib beramiz. Hamma yog'i bitadi. 93 947 0356. 93 900 47 0356. aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar, chiroyli qilib berishadilar xullas. Bozoringizni bersin. Xo'p, jo'q. Rahmat. Mana 100 bahtdan aytdi. Mashida. Qancha kirib Sotildi aka. Qaptari puliga. Videoga olsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yili necha ekan? 2000. Yaxshimisiz? 2000, yaxshimisiz? Xo'p, akalar, navbatdagilari 2000 dan yuqorida so'ragan akalarimiz diqqatiga. Mana 2000-yil. Kraskalari Bor. suyagi butuni. Suyagi bitta. Yurishda muammo yo'q. Bitta oldin ochib yorasiz. Yo'q, yo'qdan. Bu mashina benzin. 2000-yil. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa, navbatdagi 2000-yilda ishlab chiqarilgan yuk avtomashinasi orqa tomonlarini tonirovka qilib qo'yilgan. Auto sistemamiz ishlab turibdi. 222 ming ko'rsatkichimiz salon holatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. To'rtala balonlarimiz yangi holatda. Qayli bo'ldimi shu? Akalar, ko'ngilga chizayotgan bo'lsa bosib yuboramiz. Narxini necha pul deyapmiz? 2200 kelishamiz. Variant barteri bormi? Yo'q. Faqat naqdi. Dokumenti zo'r bitadi. Bu dokument bo'ladi. O'zimiz nomimizda. Bozor qilishnimi qanchaga bermadingiz? Naqdiga yuqorisi. Bozor. Qilish. Aloqaga chiqishaveradi.
Telefon raqam 99 99lik 974 974 66 64. 66 64 ga aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar. Yurish-turishda muammo yo'q, hamma yog'i joy-joyida. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinamiz. Narxlari 2200 kelishamiz deyaptilar. O'tkazishda muammo bo'lmaydi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, koreyskiyimiz bor ekan, avtomat korobka adashmasam, ha? 3,5 assalomu alaykum. Avtomat korobka 3,5 kelishamiz. Variant barteri bormi? Assalomu alaykum. Rahmat. Variant barteri kelishamizmi? Naqdga. Yurishi muammo yo'q-a? Yaxshi. Sog'lommi? Kraskani qanaqa degandik? O'chgan joyga bir 20% sepib qo'yilgan yengil. O'chgan joylariga 20% berildi. Telefon raqam? 91 Aha. 351 Hop, 35 hop. 24. Aloqaga chiqinglar. Narx-navosini kelishinglar. 91 351 35 24 ga aloqaga chiqsanglar. Mashina butun, suyaklari yaxshi. Xo'p. Koreyskiy Tikoyimiz. Korobka avtomat akalar. Bitta salon holati bilan tanishtirib o'taman. Korobkalar ishlaydi. 279 ming avtomat korobka. Qiziqarlar bo'lsa bosib olamiz. 1996-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinamizni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Akalar, mana shu tomonda ham bitta nimamiz qolib ketganida Matizimiz bor ekan. Shularni ham bitta ovoraymi? Ruxsat berisharmikan? Assalomu alaykum. Videoga olsak bo'ladimi? Ana yo'q deyishdilar. O'sha yoqdan yo'lni bosib keldim. Kimdan ekan? Assalomu alaykum. Videoga olsak bo'ladimi? Bo'ldi, bozoringizni bersin. Akalar, kanalga mehmon bo'lganlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Tiko qatoridan bitta ikkita Matizlarimiz chiqdi. Asosan Tiko narxlari bo'ldi. 2000 dan yuqoridagilar narxlari ham juda ham chiroyli narxlarda bo'ldi. Hali ham boshqatdan qo'yishtiravering yana. Nega? Sotmasa bo'lmaydi. Nexia olganmiz, berishimiz kerak. Bo'ldi. Buni ham olamiz boshqatdan. Xo'p, bosinglar, ko'ngilga jiz etgan bo'lsa, narx-navosini kelishinglar. Akalar, telefon raqamlarini aytib o'tganmiz. Polskisi ham bor, o'zbekskisi ham bor. Xo'p, bu yoqda koreyskiylar